Ona o'g'liga qo'ng'iroq qildi. Alo? Unchalik xushlamay javob berdi o'g'il. O'g'lim qayerdasan? Onasining savolidan Yodgorning ensasi qotib, jahli chiqdi. Ha, ona, biron nima kerakmidi? Men chiqib ketayotgan edim, ona. Bozor o'charim ko'payib, xaltalarim og'irlashib ketganini sezmay qolibman. Kelib, menga qarashib yubor, keyin ishlaringni sekin qilaverasan. Men kelishingni shu yerda qimirlamay kutib turaman. Ona, meni vaqtim yo'q. Muhim uchrashuvim bor, dedi o'g'il qo'rslik bilan. Robbim boshqa senga ishim tushgudek qilmasin. O'zim bir amallarman, bo'pti, xayr, dedi ona ko'ngli o'ksib. Xayr. Onasi bilan xayrlashib bo'lgan ham ediki, yana telefoni jiringladi. Qarasa, sevgilisi ekan. Shunaqangi xursand bo'lib ketdiki, joni dili bilan qo'ng'iroqqa javob berdi. Alo jonim, qo'ng'iroq qilsam bad ekansiz, dedi qiz. Asalim, onam bilan gaplashayotgan edim, tinchlikmi? Ha, onam bozorda edilar, ko'p bozor qilib yuboribdilar. Shekilli shunga chaqirayotgan ekanlar. Borasizmi deb so'radi qiz. Yo'q, uni buni qo'y, 15 daqiqada yoningda bo'laman. Kiyimlarini tez almashtirib, shoshib-pishib sevgilisining oldiga yugurib ketdi. Yo'lda qo'l telefoni jiringladi. Qarasa, yana onasi. Uf, ha, ona, norozi ohangda baland javob berdi Yodgor. Begona ovoz javob berdi. Assalomu alaykum uka. Shu raqam egasini taniysizmi? Yodgor qo'rqib ketganidan badanini qaltiroq bosdi. Yurak urishi ham tezlashib ketdi. Qaltiroq ovozda, "Ha, bu onamning raqamlari. Tinchlikmi? Onangiz avtohalokatga uchradilar. Hozir kasalxonadalar." Qo'l telefonlariga qarasak, so'nggi bor siz bilan gaplashgan ekanlar. Raqamni o'g'lim deb nomlagan ekanlar. Shunga sizga qo'ng'iroq qilaverdik. 10 daqiqada bo'laman deb ko'z yoshlarini artib telefonini o'chirdi. Qani endi shu zahoti qanotlari bo'lsa-yu kasalxonagacha uchib borsa. Kasalxonaga telbalarcha yugurib borib onasini so'radi va nihoyat onasining huzuriga yetib keldi. Qarasa, onaizor to'shakda oynaga termulib yotgan ekan. Hamma yeri qip-qizil qonga belangan. Ona oyoq tovushlarini eshitgan zahoti zo'rg'a eshikka qaradi. U so'nggi nafaslarini olayotgan edi. "Keldingmi bolam? Men ularga aytmang, bolam qo'rqib ketmasin degandim. Ko'ngling xotirjam bo'lsin deb yaxshiman", dedi past ovozda ona. Yodgor ko'z yoshlarini yashirib, "Ha, albatta yaxshisiz. Hali bundan ham yaxshi bo'lib chopqillab ketasiz. Bolaginam, nega meni olib ketgani kelmading? Axir sen sevgan taomni pishirmoqchi edim", dedi zo'rg'a onaizor va ko'zlari yumildi. "Bo'ldi, bas, yetar. Hali o'rningizdan turib menga shirin-shirin taomlaringizdan tayyorlab berasiz. Ona, nega javob bermayapsiz menga, ona?" Yodgor oyoqlarida turolmay yiqilib baqirar edi. Atrofdagilar esa unga dalda berishmoqchi bo'lardilar. "O'g'lim, turing, onangizni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin", Yodgor baqirib, "Yo'q, unday demanglar, onam tirik", deb o'rnidan zo'rg'a turib, onasini mahkam bag'riga bosib yig'lardi. "Onajon, turing, siz tiriksiz. Men bilan hazillashyapsiz, to'g'rimi? Meni qo'rqitish uchun atay shunday qilyapsiz, a? Allohga qasam, sizni boshqa xafa qilmayman. Faqat turing. Turing, uyimizga ketamiz. Meni yana oldingidek bag'ringizga bosing. Tursangiz-chi, meni boshqa sinamang, onajonim. Alloh haqqi, sizni juda yaxshi ko'raman. Turing, iltimos, turing." Doktorlar bor kuchlari bilan Yodgorni xonadan olib chiqib ketdilar. U bo'lsa onasining vafotiga hech ham ishongisi kelmas edi. Nahotki 1 soat avval aynan shu onasini deb asabiylashgan bo'lsa, qandaydir bir qiz bilan uchrashaman deb onasiga yordam berishni ko'p bilgan bo'lsa, endi qattiq pushaymon bo'layotgan edi. Lekin afsuski, endi kech. Diydoringiz qaydan topay, onajon? Dunyoga bandasi ekanda mehmon, eng katta dushmanim bo'ldi pushaymon. Bir kun ochiq ketsa ko'zimda armon. Diydoringiz qaydan topay, onajon? Hech kim oro kirmas jonimga meni. Sizday do'st topilmas yonimga meni. G'am sherik o'tgan har onimga meni. Diydoringiz qaydan topay, onajon? Siz yo'qsiz yuragim misli muz qotgan. Boisi g'animlar unga tosh otgan. Men nodonman, qalbi huvillab yotgan. Diydoringiz qaydan topay, onajon? Borini poyimga to'kib elagan.
Bolam deb luqmasin to'yib emagan, qancha ranjitsam ham yomon demagan. Diydoringiz qaydan topay onajon? Yori bu taqdirni juft bergan ulushi, farzand tanni tanda hayot surishi, sizsizlik shohimda ildiz qurishi. Diydoringiz qaydan topay onajon? Ne bo'lar bir bora qaytib kelsangiz, mungli allangizni aytib bersangiz, adolar bo'lganman agar bilsangiz. Diydoringiz qaydan topay onajon? Dunyoga bandasi ekanda mehmon, eng katta dushmanim bo'ldi pushaymon. Bir kun ochiq ketsa ko'zimda armon. Diydoringiz qaydan topay onajon? Ibrat, koshki edi nadomat chekishimizdan avval onalarimizning qadrlarini bilsak. Har bir farzand ota-onasini ranjitmaslikka, ko'ngillarini og'ritmaslikka nima bo'lganda ham ularning rizoligini topishga harakat qilishi shart. Islomiy odob kitoblarimizda hatto kofir bo'lgan ota-onaga ham xizmat qilish, nafaqalarini berish, ziyoratlariga borib ko'ngillarini xushnud qilib turishga buyuriladi. Shariatda zid bo'lmagan har qanday buyruqlarini bajarish joizligi ko'rsatib o'tilgan. Faqat kufrga olib boruvchi vazifalarni buyuradigan bo'lsagina uni qilmaslik kerakligini aytilgan. Shuning uchun ham ota-onani yig'latmasdan ularga isyon qilish o'rniga ularni xursand qiladigan amallarni bajarib, duo xayrlarini olishga g'ayrat qilish kerak. Zero ayrim duolar muhim bo'lib egasiga xayr va barakatlar keltiradi. Bu borada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 ta insonning duolari qabul qilinishini ma'lum qilib, ularning orasida ota-onaning farzand haqqiga duo qilgani ham zikr qilganlar. E'tiboringiz uchun katta rahmat aziz birodarlar. Bu hikoyani ovozlashtiruvchi Akbar Alixon. Alloh umringizga, rizqingizga baraka bersin.